Assalomu alaykum hurmatli yurtimiz ahli, dehqon chorvador aka-ukalar, mana bu yil iyul oyini boshida turibmiz. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida Xitoy davlatidan keltirilgan FL 67 urug'i silos yo'nalishi bo'yicha makka urug'imiz mana ekilgan holati. Bo'yi 3,5 metr bo'yin. Dumburlarni ko'ryapsiz mana 8-9 gramdan kam emas. Bir ikki marta nomiga dori solingan. Kultivasiya qilinmagan. Dehqon aka hormang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Salomatchilaringiz yaxshimi? Tuzingmiz. Aka, bu qanaqa urug' ekandingiz? 76. 67. 67. Bu dehqon akamiz, yangi dehqon 67 urug'idan ekilgan. Qaysi oyda, qaysi kunlar ekkansiz, esingizda bormi aka? Aprelda 10'larda ekdik. Aprelda 10'larda ekilgan. Kultivasiya qilinmadi bu yer. Yo'q. Dori-pori chopi qanaqa bo'ldi? Chopi 2 martadan chopildi shu bo'yi. Dorini qajab bermabsiz shekilli, rangi qiling. Yo'q, dori. Bir martadan dori soldik. Akamiz FL Xitoy 67 urug'idan 5 hektar joyga ekkan. Mana ko'ryapsizlar holati. Yana boshqa joyda ham yeri bor. Aprel oyining 15larida ekkan. Bo'y jihatidan juda baland. 70 tonnadan 60-70 tonnadan 100 tonnagacha silos bergan urug'larimizdan. Bunaqa deyarli tagidan ko'rsanglar o't bosib yotibdi. Bunaqa ishlov berilgan emas deyarli. Lekin dumburlarni ko'ryapsizlar. Dumburlari a'lo darajada. Endi dumburlar yo'g'onlash, kattarish davriga kelgan. Bo'y 3,5 metr xotirjam chiqadi. Mana holati a'lo darajada bo'lgan. Xitoyda bu yilda Xitoy davlatidan keltirilgan ko'p urug'larimiz deyarli o'zini oqladi. Mana balandligini ko'ryapsizlar. 3 metr, 3,5 metr chiqadi. Suv qiyin joyda. Nasos bilan sug'orishadi, lekin holati yaxshi. Mana bu yilda endi yurtdoshlarimiz o'zlari ko'ryapti. YouTube'ga kirib silos bozoridagi reklamalarni ko'rsanglar ham kombaynlar silos o'ryapti. Kombaynning yarmida, kombayn bilan teng bo'lgan 3,5-4 metrlik urug'lar deyarli ko'rmayapsiz. Xudo xolasa urug'imiz 2-3 yildan beri o'zini bemalol shu Xitoy davlatidan kelgan urug'larimiz o'zini oqlayapti. Eng kam 50 tonna, tepasi 70-80 tonna o'rtacha, ba'zi joylarda 90-100 tonnagacha natija beryapti. Go'ng solingan, mahalliy o'g'itlar berib, yaxshi qaralgan joylarda. Dumburimiz mana yeydigan holatga kelib qolgan. Mana uchigacha don olgan, to'la to'kis. Ba'zi urug'larda uchi sota bo'lib qoladi. Mana yog'li makka bo'ladi, shirin. Qand miqdori ham kuchli, bunday mol uchun, chorva uchun yaxshi ozuqa. Ichlari ham, dumburlari ham bexato. Silos don yo'nalishi bo'yicha Xitoy urug'lari.